Mening qabulimga ko'pincha ayollar kelishadi. Bitta o'zim katta semiz popka bilan ichida necha yillik laborator tahlillar bo'ladi. Kerak emas, bormagan joyi qolmaydi, rosa tekshirilgan bo'ladi. Qanaqadir muammo topgani ham bo'lishi mumkin yoki umuman topmagan. Savol beriladi-da, xo'jayiningiz qani? Xo'jayiningiz qachon spermogramma topshirilgan? Va ko'pinchalik eshitish mumkinki, xo'jayinim aytadi, menda muammo yo'q, muammoni hammasi sizda deyishadi. Va u to'g'rimi o'zi yoki noto'g'ri? Bunda nima qilish kerak? O'zi ayol kishi faqat tekshirilishi kerakmi yoki erkak kishini ham tekshirish kerak bo'ladimi? Shuni gaplashaylik o'zi. Shu videoni oxirigacha ko'ring, siz shu savollarga javob topasiz. Juftlik o'zi qancha homiladorlikka tayyorlanishi kerak va qancha vaqtdan keyin bu vaqt yo'qotishga aylanadi? Erkakdagi qaysi muammolar haqiqatdan ham davolanadi va ekosiz ham homiladorlikka erishish mumkin? Agar erkak kishi menda hammasi joyida, yana ozgina kutaylik, nima qilish kerak o'zi? Nega payqamay qolish mumkin? Buni tushunish juda oson, chunki erkakdagi bepushtlik hech qachon og'rimaydi va hech qachon og'riq to'g'risida shikoyat qilmaydi. Isitma bermaydi, uxlashga xalaqit qilmaydi, ishlashga xalaqit bermaydi. U shunchaki bor bo'ladi, ba'zan yillar davomida. Va bu muammoni faqat bir vaqtda o'ylab boshlaydi juftliklar homiladorga erishilmagan holatlarda. Shuning uchun qoida oddiy. Birinchidan, biz albatta yoshga e'tibor beramiz. Agar juftliklarimiz 30 yoshdan yosh bo'lsa va 1 yil ichida regular jinsiy aloqada bo'lsa, kontratseptiv ishlatmasa va homilaga erishilmasa, demak ularda bepushtlik bor va zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, agar juftliklarimiz 35 yoshdan oshgan bo'lsa va yarim yil ichida homilaga erishilmagan bo'lsa, kontratseptivsiz regular jinsiy aloqada, bu vaziyatda ham albatta reproduktologga uchrash kerak bo'ladi. Agar juftliklar yoshi, ayniqsa ayolniki 35 yoshdan oshgan bo'lsa, 1 yil kutish mumkin emas, yarim yil. Nega? Uni kechroq aytaman. Erkak kishini o'zi sezishi mumkin bo'lgan signallar ba'zan erkak kishi xavfni oldinroq payqashi mumkin, chunki anamnezida kichkina paytida bolada og'ir tepki bo'lgan bo'lishi mumkin. Cho'g' sohasida xirurgik muolajalar o'tkazilgan bo'lsa, varikotseli, ya'ni urug'don venalarining kengayishlari bo'lsa, jinsiy xohish pasaygan bo'lsa, sperma hajmi kamaygan bo'lsa, moshonka sohasida og'riqlik, noqulaylik paydo bo'lgan bo'lsa, buni hammasi erkakdagi bepushtlik signali bo'lishi mumkin. Lekin to'g'risini aytsam, ko'p vaziyatda erkak kishi hech narsani sezmaydi, hech nima his qilmaydi, uni hech nima bezovta qilmaydi. Bu vaziyatda men erkak kishini o'zini qanday his qilayotganiga ahamiyat bermayman, chunki o'zini yaxshi his qilish bu aldamchi belgi bo'lishi mumkin. O'zi erkak kishida organizmida nimalar bo'ladi? Erkak kishida ham hamma narsa turmush tarziga taqaladi. Erkak kishini qancha uxlashi, qayerda ishlashi, nima ish qilishi, nima ovqat yeyishi, spirtlik ichimlik ichishi, sigaret chakishi, nasvay chakishi va oddiy yeb ichishi ham ta'sir qilishi mumkin. Buni hammasi 72-90 kunning ichida spermogramma natijalarida kelib chiqishi mumkin. Chunki spermatogenez degan narsa bor. O'sha spermatozoidlarni ishlab chiqaruvchi zavod har 72-90 kunda yangilanadi. Ya'ni aytib o'tishim kerakki, siz 3 oy oldin qilgan narsalaringiz bugun zavodda ta'sir ko'rsatib, spermogramma natijasini yomon chiqarib berishi mumkin. Va yuqorida aytib o'tilgan sabablar hammasi gormonal buzilishlarga olib kelishi mumkin. Erkak kishida bu ham bepushtlikning bitta sababi bo'ladi. Shuning uchun vaqt omili juda muhim ko'rsatkich. Bu degani erkak kishi keldi, bir kunda davolanib, shartta borib, ayolini homilador qilib qo'ydi degan emas. Erkak bepushligi ham juda uzoq vaqt davolanishi mumkin. Masalan, juftlik keldi, ayol bilan erkak. Ayolni o'zini tekshiriladigan analizlari bor, o'zida ko'ramiz, analiz topshiradi, ayol hamma narsa tushunarli. Agar ayol to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, boshqa videolarni ko'ring. Albatta, u yerda sizga juda kerakli bo'lgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Erkak kishiga kelsak, erkak kishida birinchi navbatda spermogramma xulosasini ko'raman. Agar spermogramma xulosasi ideal bo'lsa, hech qanaqa u yerda
muammo topilmasa bo'ldi, erkak kishiga savollar yo'q, man faqat ayol kishi bilan shug'ullanaman. Ammo hozir erkak kishi bepushligi ham 50% gacha chiqqan. Bu degani 50% ayolda sabab topilsa, 50% erkak kishida topiladi. Bir xil paytda ayolda ham erkakda ham topiladi. Ikkalasini birga davolash kerak bo'ladi. Erkakda muammo topilsa, agar u yengil muammo bo'lsa, buni reproduktologni o'zi hal qilishga haqqi bor va hal qilamiz. Agar og'ir darajada spermogramma ko'rsatkichlari salbiy tomonga siljigan bo'lsa, demak androlog, urolog bilan birgalikda ishlash kerak bo'ladi. Bu komanda bilan ishlash degani. Savol beriladi: bu davolanadimi erkak bepushligi? Ha, ko'p erkak bepushligi davolanadi, lekin albatta bu davolashni reproduktolog va androlog bilan birgalikda olib borish kerak bo'ladi. Aslo uyda o'zingiz yoki eskicha narsalar bilan bobom, buvim aytdilar deb nimadirlarni ichmagan holda va internetdan qidirib qanaqadir dori topmagan holda, vaqtni yo'qotmagan holda davolash kerak bo'ladi. Reproduktolog va androlog sizni eng yaqin do'stlaringiz hisoblanadi bu vaziyatda. Men reproduktolog sifatida butun marshrutni boshqaraman. Ayol kishida ham, erkak kishida ham. Oddiy qilib aytganda, spermogramma ko'rsatkichlariga erkak kishini qanchalik ishlashi, uxlashi, sigaret chekishi, chunki sigaret spermatozoidlarning harakatchanligini tushiradi. Nosvoy esa umuman o'zi nosvoy og'iz bo'shligiga boshqacha ta'sir qiladi. U reproduktiv sistemasini gapirmasa ham bo'ladi. O'tlarda nimalar qilib tashamaydi u. O'tda hamma joy qip-qizil natija bo'lib chiqadi. Harakatchanligi tushgan, soni tushgan, morfologiyasi tushgan va shamollash ko'rsatkichlari ham oshgan bo'lib chiqadi. Spirtli ichimlik esa morfologiyaga ta'sir qiladi. O'zi normada spermatozoidda bu erkak kishining hujayrasi hisoblanadi. Boshi, bo'yni va dumi bo'ladi. Bosh qismi bu tuxum hujayrani ichiga kirib, obolochkasini eritib kirishga yordam beradi. Bu normada. Spirtli ichimliklar esa normal emas spermatozoidlarni sonini ko'paytiradi. Bu qanaqa spermatozoidlar? 2 boshli, 3 boshli yoki bo'yni yo'q yoki dumi 3 ta 4 ta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun turmush tarzingizga juda ahamiyat bering. Bu videoni ko'rib qo'rqib ketmang. Xudoga shukr, hozir meditsina oldinga borgan va juda og'ir holatlarda ham yechimini topsa bo'ladi, yechimi bor. Bu hozirgi kunda qo'llanib kelinayotgan XI teza muolajalari, mikroteza muolajalari, buni hammasi bizda hozir natija berib kelmoqda va hattoki biz o'zimiz tabiiy usul bilan ham homilador qilgan bemorlarimiz bor. O'shaning uchun ishonchli, isbotlangan, o'zini ko'rsatgan natijalari ko'p mutaxassisga boring. Qabulga yozilish uchun video pastida telefon raqamlari bor, qo'ng'iroq qiling. Agar sizda savollaringiz bo'lsa, o'zingizni vaziyatingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Gaplashamiz, javob beraman va qanaqa sizda vaziyatlar qo'shningizda bo'lgan, o'rtog'ingizda bo'lgan, ularni vaziyatlari nima bilan yakun topgan, hammasini yozing. Menga juda qiziq sizni kommentariyangizni o'qish. Va kanalimdagi juda muhim va foydali videolarni ham albatta tomosha qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha